Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli bemorlar. Bugungi videomiz har doimgi videolarimizga nisbatan birmuncha uzoqroq davom etadi. Buni asosiy sababi bugungi beradigan ma'lumotlarimiz sizlar uchun manfaatli hamda sizlar uchun, ya'ni implantatsiya amaliyotini o'zida o'tkazmoqchi bo'lgan bemorlarimiz uchun kerak bo'ladi degan xulosaga kelib shu videoni olishga qaror qildik. Demak, bu videomizda olishimizdan asosiy maqsadimiz, demak, implantatsiya amaliyoti davomida, implantatsiyadan oldin, implantatsiyadan keyingi jarayonlar haqida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Asosan bu videoni olishimga eng asosiy sabablardan bittasi bu ijtimoiy tarmoqlar orqali bir kunda 15-20 tadan oshiq bemorlar menga murojaat qilishadi. Ya'ni implantatsiya amaliyotini o'tkazishdan oldin nimalar qilishimiz kerak, qanaqa implant qo'yish mumkin menga, implantlarning narxi necha pul, sizlarda bu implantatsiya amaliyoti qanaqa tarzda o'tkaziladi, implantatsiya vaqtida og'riqli bo'ladimi, implantatsiyadan keyingi og'riqli bo'ladimi, qachon o'zi implant qo'yish mumkin, necha yoshdan qo'yish mumkin, necha yoshgacha qo'yish mumkin. Eng ko'p beriladigan savollardan bittasi qanaqa implantdan foydalanasiz va u necha pulga aylanadi. Chunki bugungi kunda bemorlar uchun eng muhim bo'lgan ma'lumotlardan bittasi bu implantatsiya amaliyotining moddiy tarafi. Chunki ko'pchilik o'zini moddiy imkoniyatlardan kelib chiqib bu amaliyotni tanlashiga to'g'ri keladi. Endi asosiy qilinadigan ishlardan bittasi bu bemorlarni implantatsiya amaliyotiga tayyorlash. Shaxsan bizning klinikamizda bu muolaja qanaqangi usulda tayyorlanadi, ya'ni qanaqangi bosqichda amalga oshiriladi. Demak, birinchi amalga oshiriladigan amaliyotimiz bemorlar bizga murojaat qilishganda men ularga har doim aytadigan gapim, birinchi o'rinda 3D rentgen kerak bo'ladi. 3D rentgen orqali biz bu bemorni suyak to'qimasi haqidagi to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Bu bo'yicha yuqori jag'da klassifikatsiya bo'yicha, demak, yuqori jag'da Schrader degan olimning klassifikatsiyasi bor. Yuqori jag' alveolar o'siqlarini, ya'ni suyaklarni yemirilishi bo'yicha pastki jag'da Keller degan olimning klassifikatsiyasi bor. Bu ham 4 ta asosiy turga bo'linadi. Ya'ni suyaklarning atrofiyasini bo'lishiga qarab turib, ya'ni atrofiya jarayonini demak turlariga qarab turib bir nechta klassifikatsiyalarga bo'lgan. Ana shu holatdan kelib chiqib biz bemorlarga implantatsiya amaliyotini tavsiya qilishimiz mumkin. Nima uchun 3D rentgenni birinchi o'ringa qo'yamiz? Ko'pincha bemorlarimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali, telefonlar orqali yo bo'lmasam konsultatsiyaga kelishgan paytligisida ularni eng asosiy qiziqtiradigan savol bu uni moddiy tarafi. Aynan nech pul ketadi va implant sizda nech pul? Birinchi beriladigan savol, implantida nech pul? Shaxsan men o'zimda klinikamizda Megagen kompaniyasini bugungi kunda implantlardan foydalanamiz. Bu kompaniyani 5 ta asosiy implantlari bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari yana 3 ta turdagi implantni podklasslari, ya'ni boshqa turdagi ko'rinishlari ham mavjud. Umumiy olib qaraganda konstruksiya jihatidan 10 dan oshiq implantlar bilan ishlaymiz. Demak, mana shu implantlarni aynan qaysi biri bemor uchun to'g'ri kelishi yoki to'g'ri kelmasligi haqidagi eng asosiy ma'lumotni bizga 3D rentgen tahlili beradi. 3D rentgen tahlili orqali biz bemordagi jag' suyaklaridagi atrofiya darajalarini ko'ramiz. Atrofiya darajalariga qarab turib ularga muolajalarni tavsiya qilamiz. Ba'zi bir bemorlarda qo'shimcha xirurgik muolajalarni o'tkazishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Sodda qilib aytganda, yuqori jag' hamda burun bo'shlig'ini
ko'tarish amaliyoti. Endi stomatologik tilda aytiladi, sinus lifting amaliyoti deyiladi, yopiq hamda ochiq usuli bor. Bu usullarni tanlashga to'g'ri kelishi mumkin. Yo bo'lmasa pastki jag' nervini lateralizatsiya deyiladi, ya'ni surib turib o'sha joylarga implant qo'yish amaliyoti. Bugungi kunda Toshkentda ham sanoqli mutaxassislar tomonidan bu amaliyotlar amalga oshirilyapti. Bu ham implantatsiya jarayonini yutuqlardan bittasi hisoblanadi. Endi demak 3D rentgenni so'rashimizdan asosiy maqsad bemorlarni jag' suyaklarini holatini o'rganib chiqish va aynan ularni jag' suyaklariga mos bo'lgan implantlarni ularga tavsiya qilish. Chunki bilamiz, implantlarni imkoniyatlariga qarab turib, ularni konstruktiv, ya'ni konstruksiyasiga qarab turib hamda qo'llanilishiga qarab turib implantlarning turi juda ham ko'p. Shuning uchun ham men tavsiya qilgan bo'lardim bemorlarga birinchi o'rinda 3D rentgen qilishi. 3D rentgen qilishgandan keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali demak bizga jo'natishadi. Mana shu ijtimoiy tarmoq orqali kelgan 3D rentgenlarni ochib, tahlillarini qilib, bemor uchun kerakli ma'lumotlar tayyorlanadi. Ya'ni davolash rejalari ishlab chiqiladi. Davolash rejalari to'liq ishlab chiqilgandan keyin bemorlarni biz klinikaga taklif qilamiz konsultatsiya uchun. Ya'ni bemorlar kelishgan paytda biz 3D ma'lumotlariga asoslangan holda ularga ma'lumot tayyorlaymiz. Hamda ular kelishgan paytligida ularga har bitta tishlardagi muammolar, qanaqa turdagi implant qo'yishimiz mumkin, nechta implant qo'yishimiz mumkin va u nech pulga aylanadi, uni ustiga qancha muddatdan keyin tish qo'yishimiz mumkin, shular haqidagi to'liq ma'lumotlarni bemorga berishimiz mumkin. Ko'pincha bemorlardan tushadigan eng katta shikoyatlardan bittasi telefon qilishadi, implant narxini so'rashadi. Men ularga aytaman, birinchi o'rinda 3D rentgen qilinglar, 3D rentgenni menga jo'natinglar, men ko'rib sizlarga mos keladigan implantni sizlarga tavsiya qilay deyman. Bemorlar nima uchun kerak? Prosta implantingizni narxini aytsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nega? Chunki men oldindan u bemorni 3D rentgenini ko'rmasdan turib, u bemorga qaysi turdagi implant to'g'ri kelishini men uni bilmayman. Shuning uchun ham men aytamanki, 3D rentgen beringlar, ana undan keyin men sizlarga davolash rejasini tuzib beraman deyman. Ko'pincha bemorlarda bo'ladigan noqulay vaziyatlardan bittasi shu, ko'pincha ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lum bir ma'lumotlarga ishonib qolishadi. Bizani klinikamizda palon so'mdan implant qo'yib beramiz, keling bizani klinikada palon so'mdan implant qo'yib beramiz deb bemorlar chaqiriladi. Bemorlar borgandan keyin 3D rentgen tushish tavsiya qilinadi. 3D rentgen tushilgandan keyin aynan o'sha summadagi implant to'g'ri kelmasligi natijasida ularga boshqa, ya'ni suyakni atrofiyasini, muammosini yopa oladigan implant turlari tavsiya qilinadi va albatta u implantlar aksiyadagi yoki chegirmadagi implantlar bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Va bu o'z navbatida bemorlarda noto'g'ri fikrlarning shakllanishiga sabab bo'lib qoladi. Nega? Chunki ijtimoiy tarmoq orqali palon so'm degan edinglar, keyin klinikalarga borganimizdan keyin bizga qimmat implantlarni aytishdi. Ya'ni arzon implant narxini aytib chaqirib olib, keyin bizga qimmat implantlarni narxini aytishyapti degan ma'lumotlar ham qulog'imizga tez-tez chalinib turadi. Shu muammolar bo'lmasligi uchun ham birinchi o'rinda 3D, ana undan keyin sizni jag' suyagingizga mos keladigan implantni topib, tayyorlab, davolash rejasi sizga tuzib beriladi. Ana undan keyin sizga davolash rejasi tuzib berilgandan keyin bu davolash rejasini vaqti, moddiy tomoni, ma'naviy tomonlari bemor uchun qulay kelgandan keyin ana endi ikkinchi bosqichga o'tiladi. Ikkinchi bosqich bu tekshiruv usullari, qo'shimcha tekshirish usullari, ya'ni bemorni implantatsiya amaliyotiga tayyorlash jarayoni. Bu jarayon bizning klinikamizda ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichi demak laborator tekshiruvlar, qon tekshiruvlari. Bularga birinchi o'rinda umumiy qon tahlili, qon yuvish vaqti bilan birgalikda
gepatit C, gepatit B, qondagi qand miqdori, ya'ni sahrni aniqlash, RV hamda SPIDga bemorlar analiz topshirishadi. Endi bu analizlar o'zi aslida kerakmi? Bu analizlar albatta, chunki insonni organizmidagi kechayotgan jarayonlarni bilib, ana o'sha jarayonga mos bo'lgan amaliyotni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Chunki betdagi qondagi gemoglobin miqdoridan tortib to neytrofil, eozinofillargacha biza nima qilishimiz kerak? Ko'rib chiqishimiz kerak. Bemordagi yallig'lanish jarayoni, bemorning allergik holati, umumiy organizmini, undan tashqari o'sha agarda unda sahrli diabet bo'ladigan bo'lsa, demak uni qaysi tipga kirishi va uni nazoratga olinganmi, olinmaganligi hamda uni qonidagi virusli kasalliklar, gepatit B, gepatit C. Ko'pincha bemorlarimiz gepatit B yoki gepatit C bo'lishadi, lekin o'zligisi bilishmaydi. Bu jarayonlarni ham bemorga ko'rsatib, ana undan keyin amaliyotga kirish tavsiya qilinadi. Ana endi laborator tekshiruvlardan o'tgandan keyin bemorlar, ya'ni laborator tahlillarni amalga oshirganimizdan keyin ana undan so'ng kardiolog konsultatsiyasini amalga oshiramiz. Chunki bu jarayon og'riqsizlantirish ostida o'tkazilganligi sababli bizani og'riqsizlantiruvchi dori vositalarimiz asosan juda ham kam hollarda allergik jarayonlarni chaqirishi mumkin, o'zida nojo'ya ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin. Lekin shunda ham o'sha kardiolog konsultatsiyasi, yurakni faoliyatini tekshiramiz, EKG qilamiz. Kerak bo'lsa, agarda o'sha Doppler, yurakni Doppler amaliyotlarini o'tkazganimizdan so'ng kardiolog xulosasiga asosan biz implantatsiya amaliyotini amalga oshiramiz. Endi tajribada shunaqangi holatlar ham bo'lgan, bemorlar kelishgan. Bemor kelgandan keyin unga implantatsiya amaliyotini tavsiya qilganmiz. 3D rentgen qilgan. 3D rentgen qilgandan keyin biz unga implantni tavsiya qilganmiz. Tavsiya qilgan paytimizda palon implantni qo'ydirasiz, palon sumdan bo'ladi deganimizda srazi rozilik bildirib, keyin biz undan kasallik tarixini o'rganganimizda sizda shunaqangi virusli kasalliklar bormi, yo'qmi deb so'raganimizda bemor o'zini sog'lomligini bildirib o'tgan. Uni ko'zlarida, og'iz bo'shlig'ida shubhali jarayonlarni ko'rganimizdan so'ng ekspress test qilishga majbur bo'lganmiz. Ekspress testlar natijasida unda gepatit C yoki bo'lmasa gepatit B borligi aniqlangan. Agarda shunaqangi bemorlarga implantatsiya amaliyoti o'tkazib yuborilsa, tekshiruvlasiz. Ertaga qaysidir joyga ishga kiradigan bo'lsa, yo'q bo'lmasam qaysidir davlatga safarga boradigan bo'lsa, ya'ni laborator tekshiruvlardan o'tadigan bo'lsa, keyin qonida virusli kasalliklar borligini aniqlanadigan bo'lsa, unda birinchi ko'z ostiga nishonga tushadigan mutaxassislar yana albatta yana stomatologlar bo'lib qoladi. O'zi shu paytgacha ancha vaqtdan beri aynan SPID masalasida SPID center markazdagilar bilan juda ham ko'p nima desa bo'ladi, konfliktlarga bo'linadi. Chunki nima bo'lsa ham o'sha stomatologga borganmidingiz deb so'rashadi. Aslida stomatologiyadan SPID degan kasallikni yuqishi juda ham qiyin. Aslini olib qaraydigan bo'lsak. Endi uni yuqish yo'llari juda ham ko'p. Asosan yuqish yo'llari boshqa yo'nalishda bo'lgan sababli ham endi u bemorni eng ko'p boradigan, eng ko'p oxirgi marta murojaat qilgan joyi asosan stomatologiya bo'lganligi sababli yana haligi nojo'ya holatlar yana stomatologga zimmasiga tushib qolish jarayoni ham ko'p kuzatiladi. Shuning uchun ham men tavsiya qilardim bemorlarga ham, shifokorlarga ham oldin demak laborator tekshiruvlarini amalga oshirib, bemor umumiy holatini ko'rib, ya'ni agarda uni qoni tarkibida virusli kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bemor oldindan ogohlantirib qo'yib, mana qarang, sizda gepatit B bor ekan, yo'q bo'lmasa sizda gepatit C bor ekan. Mana o'zingiz ko'rib oling, oldindan biling
deb ko'rsatib, ana undan keyin implantatsiya amaliyotini amalga oshirishni biz tavsiya qilamiz. Bu narsa bemorlar uchun ham, shifokor uchun ham kelajakda faoliyati uchun juda ham muhim hisoblanadi. Ana undan keyin boya aytganimdek, o'sha kardiolog xulosasiga asosan biz demak bemorlarda implantatsiya amaliyotini boshlashimiz mumkin. Demak, implantatsiya amaliyoti jarayonida ko'pincha so'rashadi bemorlar, bu jarayon og'riqlimi? Endi agarda bu jarayon hammada individual tarzda kechadigan jarayon. Asosan implantatsiya amaliyoti vaqtida 98-100% holatlarda implantatsiya amaliyoti og'riqsiz amalga oshiriladi. Faqat implantatsiya amaliyotida og'riq sezishi mumkin bemor u ham bo'lsa anesteziya vaqtida, ya'ni dastlabki og'riqsizlantiruvchi ukollarni amalga oshirish davrida bemorlar birmuncha noqulayliklarni his qilishlari mumkin. Ana o'sha paytda qisman og'riq sezishlari mumkin hamda yallig'langan tishlar sohasida kista bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanish jarayoni juda ham ko'p qismni tashkil qilgan bo'lsa, u yerda ham tish olish davomida bosim yo bo'lmasam anestetikka to'g'ri mahalliy anestetik qilinmaganligi sababli ham bemorlarda birmuncha og'riq his qilish jarayoni bo'lishi mumkin. Demak, implantatsiya amaliyotida bemorlar ko'ngillarni xotirjam qilsanglar bo'ladi. Bugungi kunda to'liq og'riqsiz bu jarayon amalga oshiriladi. Implantatsiya amaliyotidan keyingi bo'ladigan og'riqlar birinchi navbatda demak implantatsiya amaliyotini o'tkazilishini holatiga qarab, ya'ni travmani katta yoki kichikligiga qarab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yallig'langan tishlarni olib, keyin implantatsiya amaliyoti amalga oshirilgan bo'lsa, qo'shimcha jarohatlarni hisobiga bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam qo'shimcha xirurgik muolajalar amalga oshirilishi natijasida ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari organizmni umumiy holatiga ham bog'liq. Ya'ni bunaqangi og'riqli jarayonlar hammada individual tarzda bo'ladigan jarayon. Ba'zi bir bemorlarda 3 soatlab, 4 soatlab implantatsiya amaliyoti amalga oshiriladi, lekin ertasi kuni bemordan holati haqida, umumiy holat haqida so'ragan vaqtimizda hech qanaqangi og'riq ularni bezovta qilmaganligini eshitishimiz mumkin. Ba'zi bir bemorlarda 15-20 daqiqada amaliyot yakunlanadi, o'zi bor yo'g'i bitta dona implant qo'yiladi. U ham bo'lsa kesmasdan qilinishi mumkin, yo bo'lmasam kesib o'sha suyakning holatini ko'rib, ya'ni yengilgina o'tadigan implantatsiya muolajasidan keyin demak og'riqli jarayon yuzaga kelganligini kuzatishimiz, eshitishimiz mumkin. Endi bemorlarga to'g'risini aytadigan bo'lsak, oldindan 100% og'riq bo'lmaydi, qiynalmaysiz degan ma'lumotlarni berishi o'zi ham birmuncha xato hisoblanadi. Chunki implantatsiya amaliyoti o'tkazilayotgan bemor bilan shifokor uzoq yillar davomida hamkorlikda ishlaydigan hamkorga aylanadi. Ya'ni bu implantni uzoq yillar davomida unga sifatli hamda funksional jihatdan, estetik jihatdan ertaga qoplamalari qo'yilgandan keyin uni uzoq muddat unga sifatli xizmat qilishini ta'minlovchi insonlardan bittasi bu shifokor. Endi bu jarayonni boshlanishidan yolg'on ma'lumotlar bilan yoki qanaqangidir aldovli yo'llar bilan bu jarayonga kiriladigan bo'lsa, keyinchalik bemorlar tomonidan shifokorga nisbatan noto'g'ri fikr shakllanishi hamda buni natijasida shifokor bilan bemor o'rtasida har qanaqangi konfliktli, tushunmovchilik holatlari yuzaga kelishi kuzatilishi mumkin. Shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun biz bemorlarga aytamiz, bu narsa hammada individual tarzda bo'ladigan jarayon. Kimdadir og'riq bo'ladi, kimdadir og'riq bo'lmaydi. Ya'ni implantni o'tkazilish jarayoni ham, o'tda bo'ladigan travmalar, o'tda bo'ladigan qo'shimcha xirurgik amaliyotlar hamda umumiy organizmi holatidan kelib chiqib belgilanishini biz bemorlarga to'g'ri tushuntirib o'tamiz. Demak, bemorlarga shu jarayonlar tushuntirilgandan keyin implantatsiya amaliyoti amalga oshiriladi. Va bu jarayonda biz bemorlar bilan
imkon qadar bemorlar uchun implantatsiya amaliyotidan keyingi reabilitatsiya jarayonini, qayta tiklanish jarayonini yengil va oson kechishi uchun ma'lum bir guruh dori vositalarini buyuramiz. Ya'ni jarayonni o'tishiga qarab turib nima desa bo'ladi, qo'shimcha tabletkalar yo bo'lmasam qanaqangidir muolajalarni qo'shimcha tarzda bemorlarga buyurishimiz mumkin. Bu jarayon implantatsiya qo'yilish amaliyotiga bog'liq. Ba'zi bir holatlarda hech qanaqangi yalg'lanishsiz o'tadigan, ya'ni oddiy til bilan aytganda yengil oson o'tadigan implantatsiya amaliyotlari uchun har qanday antibiotiklarni buyurish yo bo'lmasam og'ir o'tadigan, ya'ni yallig'lanish bilan birga kechayotgan jarayonli zonalarga implant qo'ygan vaqtda antibiotiklarni buyurmasdan yoki ma'lum bir kerak bo'lgan osteointegratsiyani yengillashtiradigan, ya'ni tezlashtiradigan, organizmga qo'shimcha sifatida kerak bo'ladigan ozuqalarni buyurmaslik ham bu keyinchalik organizmni reabilitatsiya jarayonidan chiqishiga bir muncha qiyinchiliklarni keltirishi mumkin. Shuning uchun ham bu narsalarni hammasi implantatsiya amaliyotini o'tishiga qarab turib bu narsa bemorlarga tavsiya qilinadi. Hurmatli bemorlar, hurmatli kuzatuvchilar, bugungi kunda implantatsiya amaliyoti rivojlanib ketgan. Yana bitta asosiy noto'g'ri fikrlardan bittasi bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham ko'p aylanadigan, muhokamalarga sabab bo'ladigan tushuncha, ya'ni sifatli implant yo bo'lmasa sifatsiz implant degan tushunchalarni juda ham ko'p qulog'imizga chalinib qolyapti. Bunga ham qisqacha to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Chunki ko'pchilik bemorlar bize shaxsan menga konsultatsiyaga kelishganda palonchiga bordim, betga bordim, o'tga bordim, hammasi o'zini implantini maqtayapti, hamma o'zini implantini sifatli deyapti. Ba'zi bir implantlarni aytsam, u implant sifatsiz deyapti. Yo'q, kechirib qo'yasizlar. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasidan rasmiy ruxsatnomaga ega bo'lgan implantlarni barchasi sifatli. Tushundinglar? Demak, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan xulosa beriladi har bir implantga, ya'ni bu implant insonda qo'llanilishi mumkin, O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tkazilgan degan xulosani berilgan implantlarning barchasi sifatli hisoblanadi. Tushunarli? Ko'pincha bemorlar aytib qolishadi, men bu implant sifatsiz ekan, bu implant sifatli ekan. Yo'q, unaqa degan narsani o'zi yo'q. Ya'ni barcha turdagi implantlar asosan bular titan xomashyosidan qilinadi. Bu organizm uchun to'liq xavfsiz hisoblanadi. Hamda demak implantatsiya amaliyoti, demak bugungi kunda barcha implantlar sterilniy holatda bo'ladi, zavodlarda maxsus sterilizatsiyalardan o'tkazilib, ana undan keyin qadoqlanadi. Ba'zi bir implantlarimizda demak yuzasida ishlovlari bo'ladi. Stomatologlarning tili bilan aytganda SLA pakritsiya deymiz, yo bo'lmasam X-pit qatlam deymiz. Mana shunaqangi qatlamlarga ega bo'lgan implantlar bir-biridan farq qiladi. Demak, arzon degani bu sifatsiz, qimmat degani bu sifatli degani emas. Demak, har bitta implantni o'ziga yarasha afzal kamchiliklari bor. Mana shunaqa deb ta'rif bersak, to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Ya'ni sifatsiz yoki sifatli degandan ko'ra implantlarning o'ziga yarasha afzal kamchiliklari bor. Demak, ma'lum bir implantlarda ma'lum bir jarayonlar, ya'ni implantatsiya amaliyoti o'tkazilgandan keyin ma'lum bir qo'shimcha amaliyotlarni o'tkazish tavsiya qilinmaydi. Yo bo'lmasam ma'lum bir jarayonda osteointegratsiya jarayonini kutishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni suyakdagi muammoga qarab turib implant tanlanganda, ya'ni arzonroq implant yo bo'lmasam oddiy implantlar tanlangan paytda, ya'ni maxsus implantlar emas, oddiy implantlar tanlangan paytda ma'lum bir natijalarga erishish, tezroq erishish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Mana shu jarayonlar bilan bir-biridan farqlanishi haqida ma'lumot bersak, bemorlar uchun bu narsa ham to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun ham bemorlar xavotir olmanglar, sizlar tanlayotgan implantinglar
agar O'zbekistonda u rasmiy ruxsatga ega bo'lgan implant bo'ladigan bo'lsa, bu implant sifatsiz degani emas. Endi biz asosan foydalanadigan, men o'zim asosan foydalanadigan implantim bugungi kunda shu Megagen kompaniyasining implantlaridan foydalanaman, chunki bu implantlar menga bugungi kundagi bemorlardagi suyak bilan bog'liq bo'lgan muammolarni qo'shimcha xirurgik muolajalarsiz amalga oshirish imkoniyatini yaratib beryapti. Shuning uchun ham bugungi kunda mana shu implantlardan foydalanib kelamiz. Hurmatli bemorlar, implantatsiya amaliyotini o'zida o'tkazmoqchi bo'lgan bemorlar, shu videomizni to'liq ko'ringlar. Shu videoda implantatsiya amaliyotiga tayyorlash jarayoni, implantatsiya amaliyotini o'tkazish jarayoni va implantatsiya amaliyotidan keyingi reabilitatsiya jarayonlari haqida hamda implantlarni aynan nimasiga qarab turib tanlashimiz kerakligi haqidagi to'liq ma'lumotlarni berib o'tdik. Bu videomiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Agarda manfaatli bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali o'zingizlarning fikringlarni, mulohazanglarni bildirib o'tsanglar juda ham xursand bo'lamiz. Bundan tashqari bugungi kunda implantatsiya amaliyoti bilan shug'ullanayotgan implantolog ustozlarimiz, do'stlarimiz va hamda bugungi kunda implantatsiya amaliyotiga ilk qadamlarini qo'yib, shu amaliyotni amalga oshirayotgan mutaxassislardan ularning ham fikr mulohazalarini kutib qolaman, chunki bu jarayon faqatgina subyektiv bo'lish kerak emas yoki obyektiv bo'lish kerak emas, ya'ni bir tomonlama bo'lish kerak emas. Bu jarayon ikki tomonlama muloqot asosida yana ham shakllanadi, yana ham to'g'irlanadi. Yana kimda bu amaliyotni amalga oshirish bosqichlarida qo'shimcha fikrlari bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasam qaysidir fikrimizni bildirayotgan vaqtimda noto'g'ri ketgan jumlalar bo'ladigan bo'lsa yoki ma'lum bir tekshirish usullarini noto'g'ri amalga oshirayotganimiz yoki ma'lum bir fikrlarimiz noto'g'riroq bo'lgan joylari bo'lsa, shularni to'g'rilash maqsadida ham o'zlarining fikrlarini bildirib o'tib, tavsiyalarni albatta o'sha ochiq izohlarda qoldirsa, bu juda ham yaxshi bo'lardi. Nega? Chunki bu narsani ko'radigan, kuzatadigan va keyinchalik bu amaliyotni boshdan o'tkazadigan bemorlarimiz uchun bu fikr mulohazalar ham albatta manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Rahmat. Keyingi videolarimizda sizlar bilan ko'rishguncha sahifalarimizga obuna bo'linglar. Bundan ham qiziq bo'ladigan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldiringlar. Albatta imkon doirasida barcha savollaringizga to'liq javob berishga harakat qilamiz.